Hammaga salom. Sizlar bilan bugun Zavik bu bugun. Bugungi video olishdan maqsad sizlarga Java olishda oson yo'llari va qoidalarini tushuntirib bersam. Vaqtni cho'zmayman. Videoni boshlashimdan oldin kanalga obuna bo'lishni va like bosishni esdan chiqmasin. Qani, birinchi o'rinda ketdik. Birinchi o'rinda biz qiladigan ishimiz yangi rang kelishidan oldin, yangilanish kelishidan atigi 5-6 kun oldin serverimizni Koreya, Yaponiya yoki qanaqa serverlar bilan tanishsak bo'ladi. Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, Koreya va Yaponiya. Qolganlari kopeyka biz uchun. Xo'p, birinchi o'rinda bizga keladigan Koreya, Yaponiya. Hozir Koreya, Yaponiyada ko'p o'zbeklar Java olish uchun normal o'ynashyapti. Ertasiga qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Keyin esa birinchi o'rinda turgan Shimoliy Amerika. Shimoliy Amerikani maslahat beraman. Shimoliy Amerikani Java kelishidan oldin, Java 0 dan ko'tarilishidan oldin sizlar uni o'ynab as martabasiga chiqarib qo'yishlaring kerak bo'ladi shu serverda. Keyin bu esa nima kerak deb o'ylasanglar, yangi rang boshlanish uchun oltindan emas, platinadan, ya'ni sizlarga 200-300 ball emas, kamida 2000 ball oldinroq o'yindan boshlanadi. Bu esa sizlarga vaqtdan va o'ynay yutishga yordam beradi. Birinchi o'rinda biz rang boshlangandan so'ng soat 7:00 da O'zbekiston vaqti bilan tugashi ertalab soat O'zbekiston vaqti bilan 5 da. Ana shunda esa Zavik ramkalar va Zaviklar tarqatila boshlaydi. Siz buni qanday olaman desangiz, buni o'rgataman. Kakras serverda o'zgartirib olgan bo'lsangiz, soatlarida rang boshlandi ham deylik. Rang boshlanishi bilan atigi 22 soat. 22 soat yoki kechgacha 12 soat o'ynab, tinimsiz o'ynab, siz rating bo'limida kirsangiz, o'zingiz ko'rib turasiz. 3-klassga qo'yasiz. Yevropa server turadi mana yerda. Sizlar qaysi serverga o'tasanglar, biz hozir Yevropa turibdi, sizlar Amerika turadi. Mana yerda ratingsiz deb turibdi. Mana shu yerda mana glavnimiz oldida, ratingsiz deb turibdi. Kezlar esa 12 soat, kamida 2-3 soat o'ynaganingizdan keyin mana yerda o'sha raqamlar chiqa boshlaydi. Masalan, 2.2.0 bo'lsa, bu top 2000 talikdasiz. Agar 1.2.0 bo'lsa, top 1000 talikdasiz. Agar nuqtasi bo'lmay 900, masalan 800 bo'lsa, top 800, top 900 bo'lganingizda anglatadi. Bu esa sizga kerak bo'lishi uchun top 500 ga kirgan bo'lishingiz kerak. Agar top 500 da bo'lsangiz, top 501 da bo'lsangiz ham Zavik yurmaydi. Top 499 da yoki top 300, top 100, top 50 da borsangiz ham o'zingiz uchun yaxshiroq deb o'ylayman. Xullas, mana shunaqa o'zingizni nechinchi o'rgandasiz yo top nechidaligingizni aniqlab tursangiz bo'ladi. O'zbekiston vaqti bilan soat 5 gacha siz o'rganingizni top 500 da ichida saqlab qolishingiz kerak bo'ladi. Sizlarga aytdi, top 500 O'zbekiston vaqti bilan soat 5 gacha saqlab bo'lganingizdan keyin sirazi o'yindan qaytadan otib kirib chiqsanglar, sizlarga Zavik deb beradi. Keyingi videomiz esa sizlar bilan Ultimate'da qanaqa qilib oson Java olishni va 24 soat Ultimate o'ynashni o'rgataman. Qanday desanglar, buni sizlarga keyingi videoda tushuntiraman. Sizlar menga obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan Zavik bu bugun bo'ldi. Sog' bo'lasizlar.